Bir narsa qiziqdi. Millionlab odamlarni qiziqtiradigan savol, shularning nomidan bu savolimiz. Yurak amrini xarajatlari bormi? Buni davomi ham bor. Bu yerdagi bolalar qayerdan pul olishadi? Subhanalloh, zo'r. Bu juda ham kerak. Kerak bo'lsa mana orqamizdagi bino, salkam 10 yilga yaqin mana shu saxovat uchun, el uchun, millat uchun xizmat qilyapti shu bino. Bu otamizdan qolgan bizga bir vasiyat bo'lib qolgan joy emas. Biron joy, arendada turamiz. Hech kimga qiziqmasdi. Shuni pulni qayerdan o'z to'laysizlar? Kelinglar, men yordam bering. Bu yerda sizlar ishlaydi, uni oyligi nima bo'ladi? Kelinglar, men yordam bering. Turgan bir mard yo'q. Bir mard yo'q. Shu paytgacha hattoki shu mana bizni videoga suratga olayotgan kameralarni ham yoki bo'lmasa shu viloyatga chiqamiz, doimiy yil 12 oy yigitlarimiz viloyatda xizmatda, kimdir uy ta'mirlaydi, kimdir quduq qaziydi, kimdir oziq-ovqat tarqatadi, kimdir o'sha haqdorlarni aniqlaydi, kimdir davolaydi, kimdir o'qitadi. Mana shunaqangi butun xalqimizni millat